Ha, mana qaranglar, bizning Abay Jibojan tunishtirgan mushti. Lekin biz hozir vaqt munosabat Jibojan chiqib ketib qoldik. Ana mana rangini qaranglar. Abay bizniki Jibojan tushunmay qolib qolsam, yana bir qatim tushuntiraylik. Mana birsi Shangyabay, birsi Ziransi chiqdi. Agar teringiz oq, suzuk bo'lib qolsa, bizniki Shangyabay nasib bo'ldi. Agar teringiz qaramtul yoki bug'doy bo'lib qolsa, yuzingiz dog' sepkin bo'lib qolsa, donxo'rlikni izdir bo'lib qolsa, bizniki mavo ziransini asosingiz bo'ldi. Anik ma mayniki asli basi 69.9 mo, lekin bugun sizlarga mana manda bulutdan birini qo'shib berib, ma bulutning asli basi 19.9 mo, lekin bugun sizlar qo'shib berma, ma bulutdan birini ana mafin degan bahosini tushirib 39.9 moga krasni ichida qilib, shoxoncha qilib, udul ashada evasani bo'ldi. Ana atgashti qag'ini jibojan deyishimiz. Bundan sonra udul serqar deyiladi. Ha, mana qaranglar, bizniki Abay Jibojan tunishtirgan mushti. Lekin biz hozir vaqt munosabatdan Jibojan chiqib ketib qoldik. Ana mana rangini qaranglar. Abay bizniki Jibojan tushunmay qolib qolsam, yana bir qatim tushuntiraylik. Mana birsi Shangyabay, birsi Ziransi chiqdi. Agar teringiz oq, suzuk bo'lib qolsa, bizniki Shangyabay nasingiz bo'ldi. Agar teringiz qaramtul yoki bug'doy bo'lib qolsa, yuzingiz dog' sepkin bo'lib qolsa, donxo'rlikni izdir bo'lib qolsa, bizniki mavo ziransini asosingiz bo'ldi. Anik ma mayniki asli basi 69.9 mo, lekin bugun sizlarga mana manda bulutdan birini qo'shib berib, ma bulutning asli basi 19.9 mo, lekin bugun sizlar qo'shib berma, ma bulutdan birini ana mafin degan bahosini tushirib 39.9 moga krasni ichida qilib, shoxoncha qilib, udul ashada evasani bo'ldi. Ana atgashti qag'ini jibojan deyishimiz. Bundan sonra udul serqar deyiladi. Ha, mana qaranglar, bizniki Abay Jibojan tunishtirgan mushti. Lekin biz hozir vaqt munosabatdan Jibojan chiqib ketib qoldik. Ana mana rangini qaranglar. Abay bizniki Jibojan tushunmay qolib qolsam, yana bir qatim tushuntiraylik. Mana birsi Shangyabay, birsi Ziransi chiqdi. Agar teringiz oq, suzuk bo'lib qolsa, bizniki Shangyabay nasingiz bo'ldi. Agar teringiz qaramtul yoki bug'doy bo'lib qolsa, yuzingiz dog' sepkin bo'lib qolsa, donxo'rlikni izdir bo'lib qolsa, bizniki mavo ziransini asosingiz bo'ldi. Anik ma mayniki asli basi 69.9 mo, lekin bugun sizlarga mana manda bulutdan birini qo'shib berib, ma bulutning asli basi 19.9 mo, lekin bugun sizlar qo'shib berma, ma bulutdan birini ana mafin degan bahosini tushirib 39.9 moga krasni ichida qilib, shoxoncha qilib, udul ashada evasani bo'ldi. Ana atgashti qag'ini jibojan deyishimiz. Bundan sonra udul serqar deyiladi. Ha, mana qaranglar, bizniki Abay Jibojan tunishtirgan mushti. Lekin biz hozir vaqt munosabatdan Jibojan chiqib ketib qoldik. Ana mana rangini qaranglar. Abay bizniki Jibojan tushunmay qolib qolsam, yana bir qatim tushuntiraylik. Mana birsi Shangyabay, birsi Ziransi chiqdi. Agar teringiz oq, suzuk bo'lib qolsa, bizniki Shangyabay nasingiz bo'ldi. Agar teringiz qaramtul yoki bug'doy bo'lib qolsa, yuzingiz dog' sepkin bo'lib qolsa, donxo'rlikni izdir bo'lib qolsa, bizniki mavo ziransini asosingiz bo'ldi. Anik ma mayniki asli basi 69.9 mo, lekin bugun sizlarga mana manda bulutdan birini qo'shib berib, ma bulutning asli basi 19.9 mo, lekin bugun sizlar qo'shib berma, ma bulutdan birini ana mafin degan bahosini tushirib 39.9 moga krasni ichida qilib, shoxoncha qilib, udul ashada evasani bo'ldi. Ana atgashti qag'ini jibojan deyishimiz. Bundan sonra udul serqar deyiladi. Ha, mana qaranglar, bizniki Abay Jibojan tunishtirgan mushti. Lekin biz hozir vaqt munosabatdan Jibojan chiqib ketib qoldik. Ana mana rangini qaranglar. Abay bizniki Jibojan tushunmay qolib qolsam, yana bir qatim tushuntiraylik. Mana birsi Shangyabay, birsi Ziransi chiqdi. Agar teringiz oq, suzuk bo'lib qolsa, bizniki Shangyabay nasingiz bo'ldi. Agar teringiz qaramtul yoki bug'doy bo'lib qolsa, yuzingiz dog' sepkin bo'lib qolsa, donxo'rlikni izdir bo'lib qolsa, bizniki mavo ziransini asosingiz bo'ldi. Anik ma mayniki asli basi 69.9 mo, lekin bugun sizlarga mana manda bulutdan birini qo'shib berib, ma bulutning asli basi 19.9 mo, lekin bugun sizlar qo'shib berma, ma bulutdan birini ana mafin degan bahosini tushirib 39.9 moga krasni ichida qilib, shoxoncha qilib, udul ashada evasani bo'ldi. Ana atgashti qag'ini jibojan deyishimiz. Bundan sonra udul serqar deyiladi. Ha, mana qaranglar, bizniki Abay Jibojan tunishtirgan mushti. Lekin biz hozir vaqt munosabatdan Jibojan chiqib ketib qoldik. Ana mana rangini qaranglar. Abay bizniki Jibojan tushunmay qolib qolsam, yana bir qatim tushuntiraylik. Mana birsi Shangyabay, birsi Ziransi chiqdi. Agar teringiz oq, suzuk bo'lib qolsa, bizniki Shangyabay nasingiz bo'ldi. Agar teringiz qaramtul yoki bug'doy bo'lib qolsa, yuzingiz dog' sepkin bo'lib qolsa, donxo'rlikni izdir bo'lib qolsa, bizniki mavo ziransini asosingiz bo'ldi. Anik ma mayniki asli basi 69.9 mo, lekin bugun sizlarga
Mana manda bulutdan birini qo'shib birib, ma bulutning asli bahasi 19,9 mol, lekin bugun sizlar qo'shib birma, ma bulutdan birini ana mafindiyaning bahosini tushirib 39,9 molga kirasini ichida qilib, shoxoncha qilib turib, udul ashada evasani bo'ldi. Ana atkesh qag'ini jibojan deyishimiz. Undan udul sarqar deyiladi. Ha, mana qaranglar bizniki abay jibojan tunishtirgan mushti shutdi. Lekin biz hozir vaqt munosabatidan jibojan chiqib ketib qoldik. Ana mana rangini qaranglar. Abay bizniki jibojan tushunmay qolib qolsam, yana bir qatim tushuntiraylik. Maning birsi Shangyabay, birsi Ziransi chiqdi. Agar teringiz oq, suzuk bo'lib qolsa, bizniki Shangyabay nasingiz bo'ldi. Agar teringiz qaramtol yoki bug'doy bo'lib qolsa, yuzingiz dog' sepkin bo'lib qolsa, donxo'rlikni izdir bo'lib qolsa, bizniki mavo Ziransi nasingiz bo'ldi. Anik ma mayniki asli bas 69,9 mo, lekin bugun sizlarga mana manda bulutdan birini qo'shib birib, ma bulutning asli basi 19,9 mo, lekin bugun sizlar qo'shib birma, ma bulutdan birini ana mafindiyaning bahosini tushirib 39,9 moga kirasini ichida qilib, shoxoncha qilib turib, udul ashada evasani bo'ldi. Ana atkesh qag'ini jibojan deyishimiz. Undan udul sarqar deyiladi. Ha, mana qaranglar bizniki abay jibojan tunishtirgan mushti shutdi. Lekin biz hozir vaqt munosabatidan jibojan chiqib ketib qoldik. Ana mana rangini qaranglar. Abay bizniki jibojan tushunmay qolib qolsam, yana bir qatim tushuntiraylik. Maning birsi Shangyabay, birsi Ziransi chiqdi. Agar teringiz oq, suzuk bo'lib qolsa, bizniki Shangyabay nasingiz bo'ldi. Agar teringiz qaramtol yoki bug'doy bo'lib qolsa, yuzingiz dog' sepkin bo'lib qolsa, donxo'rlikni izdir bo'lib qolsa, bizniki mavo Ziransi nasingiz bo'ldi. Anik ma mayniki asli basi 69,9 mo, lekin bugun sizlarga mana manda bulutdan birini qo'shib birib, ma bulutning asli basi 19,9 mo, lekin bugun sizlar qo'shib birma, ma bulutdan birini ana mafindiyaning bahosini tushirib 39,9 moga kirasini ichida qilib, shoxoncha qilib turib, udul ashada evasani bo'ldi. Ana atkesh qag'ini jibojan deyishimiz. Undan udul sarqar deyiladi. Ha, mana qaranglar bizniki abay jibojan tunishtirgan mushti shutdi. Lekin biz hozir vaqt munosabatidan jibojan chiqib ketib qoldik. Ana mana rangini qaranglar. Abay bizniki jibojan tushunmay qolib qolsam, yana bir qatim tushuntiraylik. Maning birsi Shangyabay, birsi Ziransi chiqdi. Agar teringiz oq, suzuk bo'lib qolsa, bizniki Shangyabay nasingiz bo'ldi. Agar teringiz qaramtol yoki bug'doy bo'lib qolsa, yuzingiz dog' sepkin bo'lib qolsa, donxo'rlikni izdir bo'lib qolsa, bizniki mavo Ziransi nasingiz bo'ldi. Anik ma mayniki asli basi 69,9 mo, lekin bugun sizlarga mana manda bulutdan birini qo'shib birib, ma bulutning asli basi 19,9 mo, lekin bugun sizlar qo'shib birma, ma bulutdan birini ana mafindiyaning bahosini tushirib 39,9 moga kirasini ichida qilib, shoxoncha qilib turib, udul ashada evasani bo'ldi. Ana atkesh qag'ini jibojan deyishimiz. Undan udul sarqar deyiladi. Ha, mana qaranglar bizniki abay jibojan tunishtirgan mushti shutdi. Lekin biz hozir vaqt munosabatidan jibojan chiqib ketib qoldik. Ana mana rangini qaranglar. Abay bizniki jibojan tushunmay qolib qolsam, yana bir qatim tushuntiraylik. Maning birsi Shangyabay, birsi Ziransi chiqdi. Agar teringiz oq, suzuk bo'lib qolsa, bizniki Shangyabay nasingiz bo'ldi. Agar teringiz qaramtol yoki bug'doy bo'lib qolsa, yuzingiz dog' sepkin bo'lib qolsa, donxo'rlikni izdir bo'lib qolsa, bizniki mavo Ziransi nasingiz bo'ldi. Anik ma mayniki asli basi 69,9 mo, lekin bugun sizlarga mana manda bulutdan birini qo'shib birib, ma bulutning asli basi 19,9 mo, lekin bugun sizlar qo'shib birma, ma bulutdan birini ana mafindiyaning bahosini tushirib 39,9 moga kirasini ichida qilib, shoxoncha qilib turib, udul ashada evasani bo'ldi. Ana atkesh qag'ini jibojan deyishimiz. Undan udul sarqar deyiladi. Ha, mana qaranglar bizniki abay jibojan tunishtirgan mushti shutdi. Lekin biz hozir vaqt munosabatidan jibojan chiqib ketib qoldik. Ana mana rangini qaranglar. Abay bizniki jibojan tushunmay qolib qolsam, yana bir qatim tushuntiraylik. Maning birsi Shangyabay, birsi Ziransi chiqdi. Agar teringiz oq, suzuk bo'lib qolsa, bizniki Shangyabay nasingiz bo'ldi. Agar teringiz qaramtol yoki bug'doy bo'lib qolsa, yuzingiz dog' sepkin bo'lib qolsa, donxo'rlikni izdir bo'lib qolsa, bizniki mavo Ziransi nasingiz bo'ldi. Anik ma mayniki asli basi 69,9 mo, lekin bugun sizlarga mana manda bulutdan birini qo'shib birib, ma bulutning asli basi 19,9 mo, lekin bugun sizlar qo'shib birma, ma bulutdan birini ana mafindiyaning bahosini tushirib 39,9 moga kirasini ichida qilib, shoxoncha qilib turib, udul ashada evasani bo'ldi. Ana atkesh qag'ini jibojan deyishimiz. Undan udul sarqar deyiladi. Ha, mana qaranglar bizniki abay jibojan tunishtirgan mushti shutdi. Lekin biz hozir vaqt munosabatidan jibojan chiqib ketib qoldik. Ana mana rangini qaranglar. Abay bizniki jibojan tushunmay qolib qolsam, yana bir qatim tushuntiraylik. Maning birsi Shangyabay, birsi Ziransi chiqdi. Agar teringiz oq, suzuk bo'lib qolsa, bizniki Shangyabay nasingiz bo'ldi. Agar teringiz
Qarantol yoki bug'doy bo'lib qolsa, yuzingiz dog' sepkin bo'lib qolsa, donxo'rlikni izdir bo'lib qolsa, bizniki mavo ziransini olsangiz bo'ldi. Anik mamayninki asli basi 69.9 mo, lekin bugun sizlarga mana manda bulutdan birini qo'shib birib, ma bulutning asli basi 19.9 mo, lekin bugun sizlar qo'shib birma, ma bulutdan birini ana mafin degan bahosini tushirib 39.9 moga kirasini ichida qilib, shoxoncha qilib, udul ashada evasani bo'ldi. Ana ayt kechdi qag'ini jibojan deyishimiz. Undan udul sarqar deyiladi.